Bugungi videoroligimiz Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz uchun foydali video bo'ladi. Bankovskiy kartalar nimaga blok bo'lyapti? Reyestr o'zi nima? Reyestrga kimlar tushib qoladi? Reyestrdan qanday chiqish kerak? Reyestrga dokument qilib yurgan odamlar ham tushib qolishi mumkin. 30-apreldan keyin aka-ukalarimizni, ya'ni bizni nima kutyapti? Yoki ularni deportatsiya qiladi yoki hozir o'zingiz bilasiz 30-aprelgacha amissiya bo'lgan dokumentalni yurgan akalar ham mana hojirlarimiz reyestrga tushib qolishining sababi patent qilgan taqdirda ham Assalomu alaykum qora ko'zlarim, yaxshimisizlar, tinchmisizlar, charchamay yuribsizlarmi? Bugungi videoroligimiz Rossiyada yurgan aka-ukalarimiz va opa-singillarimiz uchun juda ham bir manfaatli, foydali video bo'ladi. Reyestr o'zi nima? Nimaga ko'pchilik aka-ukalarimizning sim kartalari blok bo'lyapti? Reyestrga kimlar tushib qoladi? Reyestrga tushgandan keyin nima voqealar bo'ladi? Reyestrdan qanday chiqish kerak? Bankovskiy kartalar nimaga blok bo'lyapti? Aka-ukalarimiz nimaga chorniy spiskaga tushib qolyapti? Dokumenti bori ham, dokumenti yo'qlari ham ba'zilari chorniy spiskaga, ya'ni reyestrga tushyapti. Mana shu savollarga bugun biz Preobrazovание kompaniyasining direktori Arslon akamiz bilan birgalikda javob beramiz. Bizning kanalga xush kelibsiz Arslon aka. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtirib o'ting. Mening ismim Arslonbek. 8 yildan beri Moskvadaman. Moskvada ish faoliyatim bu boshida student bo'lib kelganman. Undan keyin universitetda ishlaganman. Universitetdan chiqib o'zimning kompaniyam bo'yicha hozir universitetlar bilan hamkorlikda muhojir abituriyentlarni student qilish bo'yicha universitetda hamkorlik qilib ishlab kelyapmiz. Arslon aka, endi aka-ukalarimizga tushuntirib bersak, ko'pchilikni bu savollar qiynayapti. Arslon aka, reyestr nimaligini tushuntirib bering aka-ukalarimiz uchun. Reyestr bu oddiy tilda qilib aytadigan bo'lsak, bu qora daftarcha, davlat tomonidan tasdiqlangan chorniy spisk. Reyestrga o'zi kimlar tushadi va nima uchun bu narsani chiqarishdi? Masalan, hozir hamma odamlar kirib kelayotgan Rossiya territoriyasiga kontrolga olinish uchun nima ish qilyapti, qayerga borib ro'yxatga turdi, ro'yxatga turgandan keyin qayerga ishga joylashdi yoki universitetga o'qishga kirdimi yoki nima biznes qildi yoki qaysi klinikaga borib sog'lig'ini nima qilyapti, turist bo'lgan bo'lsa qaysi otelga borib joylashdi. To есть mana shu hamma narsani kontrolga olish uchun reyestrda o'ylab topdi. Bu narsa o'zi Yevropalarda anchadan oldin qilingan. Hozirda reyestr chiqib kelganining sababi bizda bezvizaviy stranalar bor-ku, mana viza qilinmasdan keladigan Tojikiston, SNG davlatlari deb o'ylaylik. SNG davlatlari kirib kelganda, masalan, ko'plar nima qilyapti? Kirib kelib migratsion olib borib 2 yil, 3 yil ishlab, keyin indamasdan chiqib ketyapti. Reyestrga tushgandan keyin nimalar bo'ladi? Reyestrga tushgandan keyin, masalan, siz reyestrga tushdingiz deylik. Bunga qanaqa odamlar tushadi? Reyestrga tushadigan odamlar bular Rossiya territoriyasiga migratsion oldi-yu, boshqa hech qanaqa dokument qilmagan odamlar reyestrga tushib qolishi mumkin. No, reyestrga dokument qilib yurgan odamlar ham tushib qolishi mumkin. Bu to'g'risida keyinroq gaplashamiz. Hozir именно taki reyestrga tushib qolgan odamlar bez dokument yurib, ularni nima kutyapti? Полностью ularni Rossiya territoriyasidan выявить qilib olish uchun sim kartasini blokirovka qiladi. Agar pasportiga olingan bo'lsa, bank kartasi ochilgan bo'lsa, bankovskiy kartasini blokirovka qiladi. Sim kartasini ishlamasligi sababi bu reyestrga tushganligi bo'ladi yoki noqonuniy yurganligi uchun bo'ladi. Noqonuniy yurganlarni-da yo'lini yopish, чтобы ular qandaydir движение ограничение qo'yish, чтобы ular legal bo'lib olishi kerak. Kelib nimaga men reyestrga tushdim desa, MVDga boring deb hozir hamma kompaniya MVDga jo'natyapti. U MVDdan ular xudo xolasa ushlab olib, nimaga siz bez dokument yuribsiz? Yoki ularni deportatsiya qiladi yoki hozir o'zingiz bilasiz 30-aprelgacha amissiya bo'lgan, amissiyaga borib dokument topshirib o'zini legallashtirib olish. Qonuniylashtirib, legalizatsiya qilish uchun kerak bo'lish uchun reyestrga tushirib olishyapti ular. Unda shuni orqasidan sizga yana bitta savol bermoqchiman. Nima uchun Rossiyada legalni yurgan, ya'ni dokumentalni yurgan aka-ukalarimiz ham shunaqangi holatlarga tushib qolishyapti? Hozir sistema неполный, как бы oxirigacha darabotka qilinmagan. Masalan, dokumentalni yurgan akalar ham mana hojirlarimiz reyestrga tushib qolishining sababi hozir patent qilgan taqdirda ham patentini уведомленияsi, ish joyidan trudовой knижка topshirishi, to есть o'zini tasdiqlab turishi, haqiqatan ham men shu yerda ishlab turibman degan holatini tasdiqlab turishi. O'sha ishlar qilinmagan, agar dokumentatsiyani chiroyli olib borolmayotgan bo'lsa, ularni ham reyestrga tiqib qo'yadi. Sababi ular patent qildi, registratsiya qildi, lekin уведомление bermayapti. Agar в целом ular shu ishlarni qilib ham reyestrga tushib qolayotgan bo'lsa, uni yechimi oson. O'zini место registratsiya, временный или постоянный место registratsiyasi bilan MVDni oldiga boradi-yu, aytadi, mana hamma dokumentlarim bor, lekin men reyestr ro'yxatida turgan ekanman. Nima sababdan deydi MVD xodimlari, ulardan dokumentlarini olib reyestrdan chiqarib beradi-da. Shu sabablar ham tushib qolyapti. Sababi sistema ish jarayonini ketayotgani uchun и полностью hamma muhojirlarni shu sistemaga joylashtirayotgani uchun shunaqa zboylar ham bo'lib turishi mumkin. Chunki endi boshlandi bu sistema, o'sha uchun endi yangi xato kamchiliklar ham bo'ladi. Kamchiliklar bo'lib turadi. Ba'zi bir
aka-ukalarimiz reyestrga tushib qoldim, endi kirdik chiqdi qilsam reyestrdan chiqib ketamanmi degan savollarni yozishadi-da. Bunga nima deysiz? Bu oldingi ham xayol. Nimaga? Sababi oldin mana kirdi chiqdi qilib yana legalni bo'lib yuraverdik-ku. Hozir unaqa narsa yo'q. Kirdi chiqdi qilgan bilan baribir u bazada turadi, как nelegalniy bo'lib. Bu kirdi chiqdi qilib kela olsa Rossiya territoriyasiga, men ularning maslahatim qanaqa bo'lardi? Agar patent asosida kelgan bo'lsa, borib patentlarini qilib olib, hamma ishlarini qilib, registratsiyalarini qilib, legalniy bo'lib, MVDning oldiga 30-aprelgacha borib olsa, juda ham yaxshi bo'lardi. Sababi o'zi komissiya bor. Hech qanaqa ortiqcha savollarsiz uni reyestrdan chiqarishiga yordam beradi. Savolingizga kirdi chiqdi qilib kelsa reyestrdan chiqadimi degan savolga yo'q, chiqmaydi. Reyestrda turaveradi. Endi hozir aytyapsiz 30-aprelgacha. 30-apreldan keyin aka-ukalarimizni, ya'ni bizni nima kutyapti? Endi qarang, hozir Rossiya Federatsiyasi prezidenti tomonidan 30-aprelgacha barcha nelegalniy yurgan muhojirlarga komissiya qo'llanish to'g'risida prikaz подписать qilib berdi. Agar 30-aprelgacha o'z xohishi bilan, hozir ko'rgan bo'lsangiz migratsionniy slujbalarda, mana Saxarvada, Piter o'zida, mana UFMSlarda juda katta очередь, hamma nelegalniy odamlar borib o'zini legallashtirib olyapti. Bir hafta ketadimi vaqti, 5 kun ketadimi, o'sha 30-aprelgacha borib legallashib olsa, bundan buyog'i dokumentlarini chiroyli qilib yursa, ularda boshqa problema bo'lmaydi. Agar 30-aprelgacha qilmasa, hozir komissiyani продленияsi to'g'risida gap ketmayapti. Agar ketganda oldinroq aytishardi. Возможно, uni продление qilishi ham mumkin, но не факт. Agar o'sha paytgacha qolmasa, уже ularga hech qanaqa komissiya bo'lmaydi. Massiva deportatsiya, выдворение, ularni выявить. Rossiya territoriyasida ular как havo bo'lib qoladi, tushunyapsizmi? Nimaga? Ertaga bular legallashmagandan keyin sim kartasi blokirovka bo'ladimi? Bo'ladi. Blokirovka bo'lgandan keyin приложенияларning hammasi sim kartaga ochilganmi? Bank shotlari ham blokirovka Bank shotlari blokirovka bo'ladi. Tashkilotlar ularga xizmat ko'rsata olmaydi. Masalan, choyxonaga kelib, o'zini kartasidan yoki shu odam reyestrda bo'lib turib, uni bilmagan holda xizmat ko'rsatib qo'ysa, hozir tashkilotlarga katta shtraf qo'ygan. Точно так же bu universitet bo'lsin, har tomonlama ограничение bu bank bo'lsin, bu mobilniy sotовый связьlar bo'lsin, MTS shu sim kartaga bog'liq. Точно так же bizni tashkilotimiz ham reyestrda turgan odamlarga отказаться qilamiz, sizga yordam bera olmaymiz, sababi siz reyestrda turgan ekansiz deb. То есть ular butunlay bu Rossiyani ichidagi bo'lgan xizmat ko'rsatishlari hammasidan foydalana olmaydi. И плюс к этому 30-aprelgacha agar bular legalizatsiya qilib olmasa, все, 30-apreldan keyin только bularni men o'ylaymanki, shunaqa gap bor, выдворение kutyapti. Yana shu o'rinda bir savol berib o'tsam, ko'pchilik aka-ukalarimiz qo'rqishadi shu narsadan. Bank kartalarimiz blok bo'lyapti, hech qayerga bora olmayapmiz, patentimiz bor, lekin bizni nega blok qildi, qayerga murojaat qilamiz deb qo'rqib yurganlari bor. Haqiqatan ham nelegalniy yurib, masalan, bankovskiy shotida 50 ming rubl, 60 ming rubl, balki 100 ming rubl bordir. Ularning ham shoti blok bo'lib qolyapti. Ularga nima maslahat berasiz? Legalniy yurib blok bo'lganlarga nima maslahat berasiz? Bank kartasi blokirovka bo'lishining sababi ko'p. Nimaga? Agar bu ofitsialniy ishlamayotgan bo'lsa, noqonuniy pul tushib kelishlari, o'zingiz ham yaxshi bilasiz, agar ko'p miqdorda noqonuniy har xil insonlardan pul tushib kelsa, bu подозрение, подозрительный перевод hisoblanadi. Bankda sistema, botovый sistemasi сразу olib, uni kartasini blokirovka qiladi. Masalan, не только legalniy yurib turib bankovskiy shoti blokirovka bo'lishi u hech gap emas. Sababi unga mana o'zimni tanishimda shunaqangi holat bo'ldiki, hamma dokumentlari bor, lekin bankovskiy shoti blokirovka bo'ldi. Bankomatdan borib pul yecha olyapti, lekin perevod qilaman desa O'zbekistonga, Tojikistonga yoki o'zini oshna og'aynisiga perevod amalga oshmayapti. MVD Rossiya tomonidan siz shotingiz blokirovka qilindi dedi. Birgalikda bordik, oshna bilan bankka kirdik, Sberbankka, o'sha yerda aytdi. Bu narsaga bizni aloqamiz yo'q. MVDga borib turib hal qilishlaringiz kerak dedi. Oshnam qo'rqib bormay yuribdi haligacha, lekin dokumentlari bor. Shunaqangi insonlarga nima degan bo'larsiz? Qo'rqmasdan borib MVDga kirib hal qilsinmi yoki hal qilishmasinmi? Endi men sizga yana bir marta aytayapman. MVDga borsa, ulardan so'rashadi. Подтверждающий dokument olib bergan, bu pullar qayerdan tushdi degan. Uni kartasiga tushgan, masalan, sababi bor-ku, nima sababdan? Federal zakon 115 bilan agar blokirovka bo'lgan bo'lsa, то есть ertaga u tushgan pulni dokazat qilib berish kerak. Nima sababdan tushgan? И подтверждающий dokument bilan. Masalan, og'aynisi qarz olgan bo'lsa, qarzini tashlab berdimi? Uni как заявление qilib yozib berish kerak. Yoki-da uydagilari pul tashlab bergan bo'lsa-da, mana u har qanaqa situatsiya bo'ladi. Masalan, men ularga ha, boringlar deya olmayman, o'zi hammasi biladi nima sababdan blokirovka bo'lgan. Agar uni dokazat qilib bera olmasa, lучше bormagani yaxshi, но получается просто банковский kartasi kuyib ketadi, но больше советовать qilmagan bo'ladi. Dokumentlaringiz normalniy bo'lsa, patentlaringiz ofitsialniy ishlayotgan bo'lsa, kartalaringizga kelib tushayotgan pullar hammasi qonuniy bo'lsa, qo'rqmasdan borib hal qilsalaringiz bo'ladi. Mana misol uchun Arslon akamiz aytib o'tganlaridek, qo'rqmasdan bora olasizlar, lekin o'zingizlar bilasizlar qanaqangidir xatolaringiz bo'lsa, лучше оно того не стоит deydi-ku, chunki o'zingizlarni qiyin ahvolga solib qo'ygan bo'lasizlar.
qanaqangidir savollaringiz bo'lsa, mana shu videoni kommentariyasiga yozib qoldiring. Arslon aka, mana shunaqangi holatlarga tushib yurgan, legal, nelegal yurgan aka-ukalarimizga, opa-singillarimizga в целом nima maslahat bera olasiz? Men endi nima degan bo'lardim? Masalan, endi siz faraz qiling, biz Rossiyada emasmiz, O'zbekistondamiz. Oldin pichoqda o'zingni urdingda, og'rimasa keyin boshqaga. Bizda davlatimizda shuncha nelegal insonlar yurganda bizga yoqarmidi? Конечно, yoqmaydi. Bu bizga xavf. Nima sababdan? Ertaga biron bir jinoyat bo'lib qolsa yoki shu odam ertaga bu yerda nelegalni bo'lgandan keyin hech kim uni ishga olmaydi, hech kim unga xizmat ko'rsata olmaydi. Uni o'zi Rossiyadagi yoki O'zbekistondagi bor foydali narsalardan foydalana olmagandan keyin nima ishga qo'l uradi? Nima ishga qo'l uradi? Foydalanmagandan keyin yomon yo'lga kirasiz. Jinoyat qiladi, o'g'irlik qiladi, chunki qornini to'yg'ish kerak, nimadir qilish kerak-ku. Jinoyat qilganda u odamlarni qanaqadir topish uchun bu обязательно как бы legallashgan bo'lish kerak. Uni hozir topib olish qiyin emas, meni maslahatim. Yo'q, endi bu yerda ba'zi bir aka-ukalarimiz kommentariyaga yozish mumkin-da. Biz bezak ham yuribmiz 4 yil, 5 yildan beri o'g'irlik qilganimiz yo'q, jinoyat qilmaymiz, normal ishlab yuribmiz, o'zimiz yo'limizda. Bizga kerak emas jinoyat qilish deyish mumkin. No, bundan bu yog'iga unaqa narsalar o'tmaydi. Kimlardir ishlab yurish mumkin. No, opasniy. O'zingizlar ko'rib turibsizlar, hozirgi kunda shotlar blok bo'lyapti. Xullas, har tomonlama o'zingizlarga agranicheniya qo'yib qo'yasizlar. Bu oddiy, elementarniy narsalarda boshqa davlatga kirdingizmi, shu davlatni qonuniga amal qilishingiz kerak. Yotib turyapsiz, yeb ichyapsiz, sherdan oilangizni boqyapsiz, uyingizga jo'natyapsiz. Shu davlat korxonalarida ishlayapsizmi? Shu davlatdan foyda olyapsizmi? Значит, bu davlat ham qanaqadir sizlardan foyda olishi kerak. Sizlar ularga soliq to'lashlaringiz kerak, legalni, dokumentalni yurish kerak. Hozir davlatga ham muhojirlar unchalik qiziq bo'lmay qoldi. Nima sababdan? Biz kelamiz, hamma regionda har xil patent to'lovi bor. Moskvada masalan 8900 rubl to'laydi. Ular 8900 rubl bir marta to'laydi-yu, oyma-oy bemalol любой joyda ishga kirib yurishi mumkin. Bu davlatga uncha невыгодно, sababi agar gраждан RF olsa, Rossiya Federatsiyasining gражданini olsa ishga, masalan kompaniya dohodidan 50% soliq qilib chiqarib berish kerak. Sababni pensionniy fond bor. Masalan, Rossiya fuqarosi sizni qo'lingizda ishlayotgan bo'lsa, unga nalog to'lab berishingiz kerak. Почти foydasini 50% ni soliq qilib chiqarib berish kerak bo'ladi-da. Bu 8900 dan ancha yuqori. To есть ko'proq, shuning uchun davlatning byudjetiga ko'proq pul tushardi agar Rossiya Federatsiyasi fuqarosini ishga olsa. O'shaning uchun bu yerda hozir juda ehtiyotkorlik bilan ish qilmasa, уже oldingiday u masalan siz aytayotganday 4 yil 5 yillab ishlab yurdik-ku degani u o'zi bizda religiyamiz. Bizni dinimiz tomonidan ham bu noto'g'ri. Domlalarimiz aytgan-ku, mana misol uchun musofirda yurgan bola savol bergan bir domlamizga. Men metrodan doim sakrab o'tib yurardim, kimnidir orqasidan o'tib yurardim. Shu to'g'rimi yoki noto'g'rimi deganda domlamiz javob berganlar. Bu noto'g'ri ish, chunki u yerga ishlaydiganlarning oyligi bor, sen to'layotgandan chiqadi. Seni birinchi manzildan ikkinchi manzilga yetib qo'yaptimi? U davlatni metrosi bo'lgani bilan sen o'zingni birovning haqqini yeyapsan, o'zingni потребностьingni qondiryapsan. O'zingni borishing kerak bo'lgan joyga boryapsan. Nimaga to'lamaslik kerak degan javob bilan javob bergan. Hozir mana masalan meni ko'rayotgan insonlar aytish mumkin-da, Arslon aka shuncha savolga javob oldi, biz bilmasdik deb. Kimdir bilar, kimdir bilmas. Biz ayniqsa bilmaganlar uchun bunday foydali video chiqaryapmiz. Hech bo'lmasa bizning gapimizni eshitib, ozroq bir qanaqadir o'ziga foyda olib, hozir borib уже dokumentalniy bo'laman desa, bizda уже yutug'imiz хотя бы bitta odam. Agar shunaqalar bo'lsa, avvalambor bo'lmasin. Hurmatli do'stlar, bugungi video roligimiz sizlarga juda ham manfaatli bo'lyapti degan umiddaman. Hozir bir tushuntirib o'tsangiz Arslon aka, bu ma'lumotlarni siz qayerdan o'rganyapsiz? Keyin shuncha foydali ma'lumotlarni yetkazib berdingiz. Aka-ukalarimiz sizga murojaat qilishi mumkin-da. Arslon aka, bizga ham yordam bering, reyestrdan chiqarib bering yoki patent olib berishga yordam bering, ekzamindan o'tishga yordam bering deyish mumkin. Siz shu narsalarda yordam bera olasizmi yoki yo'qmi? Meni ishim образование bilan bog'liq bo'lgani uchun bu ish ne только meni ishimga, bank sohasida ishlayotgan organizatsiyalar, banklar, сотовый связь, kim xizmat ko'rsatayotgan bo'lsa, kim официально Rossiya territoriyasida ishlayotgan bo'lsa, hamma bu ishni agar o'zini ishida ertaga pand yeb qolmayman deydigan bo'lsa, bu zakonlarni o'rganib chiqadi. Shu taraflama mana ham qonun tomonlama o'rganib chiqib, bizga qanaqa zarari bor, biz nima qilishimiz kerak, biz qayerda ehtiyot bo'lishimiz kerak degan maqsadda o'rganib chiqib, hozir men ham xalq bilan bo'lishyapman, sizni auditoriyangizga bo'lishi полезно bo'lgani uchun. Meni ishim образование, universitet, kollej, magistratura, aspirantura sohasida bo'lgani uchun, ya'ni oliy ta'limda. Men bu narsani o'rganib chiqishga majburman, sababi bizda muhojirda yurgan talabalarimizga ham mana shunaqa anglashilmovchilik bo'lyapti, biz bunda yordam berib kelganmizda. Eshitib turganlaringizdek, hozirgi kunda banklar, xizmat ko'rsatish sohalari, barcha sferalar, ya'ni Rossiyaga kirib kelayotgan migrantlar uchun bu ma'lumotlarni bilish kerak. Yangi qonun nima kiritilyapti, nima bo'lyapti? Xuddi shunga o'xshagan Arslon aka Proobrazovание kompaniyasining direktori bu ma'lumotlarni biladi, o'rganyapti va sizlarga
sizlarga yetkazishga birgalikda harakat qilyapmiz. Siz более раскрытие, более понятно qilib tushuntirsangiz, siz nima orqali yordam bera olasiz aka-ukalarimizga? Bizda SNG davlatidan kelgan barcha muhojirlarimizga universitetga kirishda yordam bera olamiz. O'qishga kirishga yordam bera olamiz. Agar ota-onalar ishlayotgan bo'lsa, o'g'ilchalari kollejga kirmoqchi bo'lsa, kollejda kirishda biz yo'l yo'riq ko'rsatib yordam bera olamiz. Magistratura, aspirantura, oliy ta'limni barcha sohasida biz xizmat ko'rsatib olib kelyapmiz. Registratsiya qilish, patent olish, трудовой договор, unga o'xshagan narsalarga biz aralashmaymiz. Lekin biz u narsadan ham xabarimiz bor, lekin bizni xizmat ko'rsatishimiz bu направленияda emas. Bizni xizmat ko'rsatishimiz oliy ta'lim направлениясida, oliy va o'rta ta'lim направлениясida. Mana eshitdingizlar hurmatli do'stlar, agarda sizlarga o'qishga kirish xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, доверительный kompaniya bilan ishlamoqchi bo'lsalaringiz, men Preobrazovание kompaniyasini sizlarga taklif qilaman. Men o'zim ham shu kompaniya orqali o'qishga kiryapman. Yana ikkinchi o'qishim, Xudo xohlasa. Bu haqida ham agar sizlarga qiziq bo'lsa, biz video qo'yib, полный obzor qilib, Arslon aka bilan o'tirib, video chiqaramiz. O'qishga kirmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz sizga qayerga murojaat qilishi mumkin? Ekranda nomer, YouTube kanalimiz silkalarini qoldiramiz, hammasini bemalol ekrandagi nomerlarga yoki-da kommentariyada bizni kanallarimiz, Instagram, ijtimoiy tarmoqlarimizni yozib qoldiramiz. Bemalol o'sha ko'rsatilgan nomer, bizda bitta единственный nomer bor. O'sha nomer orqali bemalol aloqaga chiqib, bepul konsultatsiya olib, yoqsa foydalanishi mumkin bizning xizmatimizdan. Bitta savol bersam, siz o'qishga kirishga yordam beraman deyapsiz-ku, shu O'rta Osiyodan kelgan aka-ukalarimiz uchun. Necha yoshdan necha yoshgacha o'qishga kirishi mumkin? O'qishga kirishi qanaqa turlari bor? Endi universitetga kirmoqchi bo'lganlar farqi yo'q yoshi. Agar siz 11-sinfda bitirgan bo'lsangiz yoki kollejni bitirgan bo'lsangiz, bemalol kelib murojaat qilishingiz mumkin. Xoh siz 50 yosh bo'ling, xoh siz 40 yosh bo'ling. O'qish hech qachon kech bo'lmagan. Endi больше части biz yoshlarga zainteresovamiz. Agar kimda kim ichida armon bo'lib qolib ketgan bo'lsa, o'qish. Bemalol murojaat qilsa, biz o'qishga kirishgacha bo'lgan yordamni qilamiz va undan tashqari o'qishni bitirishigacha ham bemalol yordam qilib kelamiz. Nafaqat armon bo'lib qolib ketganlar bor. Masalan, menga o'xshagan bloger bo'lib yurganlar bor. Biror joyda ishlamaydi. Ular ishlamaydi, faqat onlayn, o'zining ishi bor. Boshqa joy, masalan, doktorlar bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa undan tashqari er-xotinlar keladi Rossiyaga, to'g'rimi? Eri ishlab keladi, patenti bor, ayol uyda o'tiradi, u kirdi chiqdi qilib yurish kerak. Bundan bu yoqqa mumkin emas. Mumkin emas o'zi. Ular uchun ham qanaqangidir tavsiya bera olasizmi? Endi qarang, mana Donish sizdan kelib chiqqan holda aytaman. Siz официальный hech qayerda ishlamaysiz. Oldin masalan patent qilib yurgan bo'lsangiz, endi siz трудовой договор berishingiz kerak, уведомление berib turishingiz kerak qayerda ishlayotganingiz to'g'risida. Sizga bu даже foydaliroq bo'lardi oliy ta'limga yana bir marta o'qishga topshirishga bo'lgan ishtiyoqingizni oshirishga. Sababi siz hozir media sohasida universitetga kirib одновременно o'qisangiz ham bu sizga намного лучше, и siz Rossiya territoriyasida bemalol o'qish asosida yurgan bo'lardingiz, sababi sizni universitet qaramog'iga oladi. И siz bemalol qonun buzmagan holda Rossiya territoriyasida plus к этому O'zbekistonga diplom bilan ketishingiz mumkin. Ikkinchi diplom bilan. Ikkinchi diplom bilan. Men birinchi universitetim Xudo xolasa 1 yil qoldi tugaydi. Tugamasidan turib ikkinchi diplomni olishga ham harakatni Preobrazovание kompaniyasi bilan boshladik. Biz sizga faqatgina o'zimiz tatib ko'rgan, o'zimiz foydalangan mahsulotlarni tavsiya qilamiz. Faqatgina eng yaxshisini. Qora ko'zlarim, agarda qanaqangidir bir savollaringiz bo'ladigan bo'lsa, o'qish sohasi bo'yicha yoki bo'lmasa ish sohasi bo'yicha, mana shu video rolikni kommentariyasiga yozib qoldiringlar, обязательно. Bitta besplatni bosishinglar mumkin bo'lgan, qila oladigan layklarni bosib qo'yinglar, ayamanglar. Bizga ham va Preobrazovание kompaniyasiga ham obuna bo'lib qo'yinglar. YouTube silkasini, Instagram silkasini, barcha sotshetlarini biz birinchi kommentariyada va описаниеda belgilab ketamiz. Hammaga omad, har doim zaman, чтобы biz o'zimizni xavfsizligimiz uchun ham biz o'zimizdan kelib chiqqan holda gapirsak, men xohlamasdim O'zbekistonda juda ko'p nelegalniy muhojirlar paydo bo'lgani. Shuning uchun xuddi shunday masalalarga maslahat qilib qolgan bo'lardim. Razviyatsiya qilishdi, dokumentlaringlarni chiroyli qilib yurishinglarni, ertaga muammoga kirib qolmasliklaringlarni, O'zbekiston sha'nini, не только O'zbekiston, SNG davlatidan bo'lsanglar, qaysi davlatdan bo'lishidan qat'iy nazar, davlatinglarni sha'nini yuqoriga ko'tarishinglar. Mani kanalimda asosan ko'p videolarim ish haqida. Mana bu yerda ish bor ekan, mana u zavodda ish bor ekan, bu restoranda ish bor ekan yoki mana u kompaniyada ish bor ekan deb turib ish chiqaraman. Lekin videolarimning orasida e'tibor bergan bo'lsalaringiz aytib ketaman. Biz faqat qora ishda ishlamasligimiz kerak. Bu qora ish vaqtinchalik. Biz ham ishlab turib ham o'qisak bo'ladi. Mana shu ishlab turgan joyingizda kallani ishlatib turib, ozgina o'zingizlar uchun manfaatli bo'lgan vaqtinglarni ajratib o'qishga kirib o'qisalaringiz ham oliy ma'lumotli bo'lasizlar. Yaxshi
yaxshi o'zingizlarga ma'qul bo'lgan joyda oson yengil ishga kirib zo'r pul topasizlar. Bizni avlodlarimiz, bizni ajdodlarimiz buyuk insonlar o'tgan. Biz ham harakat qilishimiz kerak, faqat qora ishda ishlashga emas, undan sekin-sekin ko'tarilishga. Har bir insonni qo'lidan keladigan ish. Odam qilgan ishni odam qiladi. Hech qachon esingizdan chiqmasin. Videoni yakunlaymiz. O'zingizlarni asranglar, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.